İsmi dedi. Ben dedim ichkilikdan yura odamman. Mani sog'lig'im ko'tarilmaydi, Murod dedi. Bo'pti unda dedi, kelmasangiz dedi, agar departamentga kelsa dedi, meni chaqiring dedi. Bozorda kim o'g'ri, kim pul yeb yuribdi. Ishoning, ishonmang, chorshanba, seshanba kuni optik bozor bo'ladi. Bilaman, o'zim kelaman unisi. Seshanba kuni optik bozor bo'ladi. O'shani pulini dedi, bular cho'ntakka soladi. Kim aytayapti? Davlatga tashlamaydi dedi. Dirmurod. Aha. Cho'ntagiga uradi bular. Dirmurod men bilmayman desam, Zafar bilmasangiz men bilaman. U yerda men pattachi bo'lganman. Bozorda pattachi bo'lgan odam biladi zot. To'g'ri, uning gapiga 200% qo'shilaman. Mendan ko'proq u biladi-da, qattiqning bor. Keyin men aytdim, ertaga departamentga bo'lsam, portal kelib tushsa, qochmaysanmi? Ertaga men seni qochmasam, yo'q Zafar, fakt beraman deyapti. Keyin men aytdim, to'xta dedim. Aziz borib bozor kuni o'rinbosar bo'ldi. Aziz keling kelishib ishlaylik aka dedim. Nima bo'ldi Zafar? Portal, mesrochniy narsalarni ana qilmaylik dedim, aka dedim. Shu Dirmurodning ishiga tiklab qo'ying dedim. To'g'ri, men hech kim emasman. Просто dedim, bozori ichki qismidagi nizolarni biladigan odamni chiqarib yuborish u yaxshi emas. Ertaga tepaga yetib borish mumkin. Men yozmagan taqdirimda ham u qachondir kimnidir orqasidan foydalanib yozadi uni. Bo'ldi Zafar dedi Aziz aka, bir og'iz gapni. Hozir dedim, u men bilan birlashgan taqdirda ham men sudga ham qatnashaman dedim. Dirmurodga. Qatnashaman, jarima ham qo'ysa ham men u jarimadan chiqib keta olaman. Lekin senga yomon bo'ladi yutsam, menda fakt bor, mana telefonda deb kechagina o'tgan kuni Kobaltga keldi, sentralniy darozaga chiqdim dedi. Oq Kobaltda shunda o'tirdim, yonida Ahror bor edi. Oshxonada bor taniysan. Ahror o'tirgan, yaxshimi Zafar dedi, yaxshi. Keyin tushdi, sal teparoqda to'xtatib tushdi deb zaps yo'qmi chiqaring telefonlarni mana dedim. Murod boshqa telefonim yo'q, oddiy telefon. Zaps bor, menda buni qilasiz. Yo'q dedim. Siz ko'rsatingsa mana dedi. Ko'rsatdi, videolarni ko'rsatdi. Ko'rsam zilga ortilyapti, soat nechida chiqyapti, zilni nomerlarigacha. Menda ham bor. Endi qarang aka. Bu Oybekam jahli chiqyapti. Oybek aka, men tuhmat qotganim yo'q. Dirmurod aytgan narsani yozganman men. Kerak bo'lsa dedim, mana prezidentni selektorda qatnashaman. 30 yillik turgan binoni dedim, sizdan oldingi bo'lgan bozorkon buzmagan. Sizga nima zarar? Hozir prezident imorat qurib beryapti-da hamma joyga. Ay, selektorini eshitmayapsizmi? Sizlarga kim huquq berdi? Buz qilyapsan hamma yo'qni. Kimdan so'ra buzyapsan degan savol tug'ilyapti, aka dedim. Siz u qo'ying hokimiyat, u uyushma, ularni ish qilmang, ertaga siz turmaga kirib ketasiz, aka dedim. Qo'ying, avariyni holati bo'ladi, boshiga tushib ketadimi? Dadaxon bor paytda ham, Olim aka mayor bo'lgan paytda ham bu zdaniya turgan, undan oldingi nechta odam ishlab ketganda ham bu zdaniya avariyni holatda turavergan. Tushmagandi. Hozir bu Dirmurod informatsiya beryapti. Yaxshi. Dirmurod